Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga Uyg'ur tarjima markazi tomonidan tarjima qilingan Shams Navid Osmonining bizmi musulmonmi nomli kitobini tanishtirmoqchimiz. O'zlashtirib tarjima qilguvchi Kamiljon Kashg'ari. Pokistonlik mashhur yozuvchi Shams Navid Osmonining qo'lingizdagi bu kitobni putib chiqish uchun saq 10 yil ajr singdirib 1960-yildan 1970-yilga qadar yozib chiqqan maqolalarining bizmi musulmonmi degan nom bilan 3 qism kitob shaklida to'plangan. Sahabi kiramlardan iborat islom osmonidagi ulug'vor cho'lponlarning mislsiz amaliy faoliyatlaridan mubakirak ichki ruhiyat dunyosini, tafakkur andezini, din va dunyo qarashlarini temalashtirib, obrazliq tasvirlab berishga qattiq ahamiyat bergan. Sahabi kiramlarning voqealiklari bilan munosabatlik ayni chog'dagi o'y xiyolini islomning tub ruhiga uyg'un shaklda imkon yor bergan yerigacha tadqiq qilib, jonliq bayon qilish uchun alohida qimmatli amgaklarni singdirgan. Ularning tarixini an'anaviy shaklda tarixiy voqea sifatida bayon qilib, puchak hujjatlar dövsiga aylantirib qo'ymasdan, balki o'zgacha yangi badiiy uslub bilan tarixni yakunlab, intayin go'zal, obrazli shaklda pishiqlab ishlab chiqqan. Hamda navbatdagi ahvolimizga solishtirib, bizmi musulmonmi degan ochiq savolga javob topishning xaritasini sizib bergan. Mana bu nuqtadan qo'lingizdagi bu kitob yakunlangan va pishiqlab ishlangan amaliy tarixning bir adabiy ulgusi bo'lish bilan birga kelgusi uchun chizilgan nihoyat qimmatli ideviy chirtyoj bo'lib, keng Uyg'ur adabiyotchilariga nisbatan islom adabiyotining poyonsiz tema xazinasini, yangi davrdagi yangi uslub davrlarini va quluplangan qalblar bilan pardalangan konservativ nazarlarni dadil ichib beradigan ochqich bo'lib qolsa ajab emas. Shunimi alohida eskartib o'tish kerakki, bu bir adabiy asar bo'lg'achqa, uningdagi hadislarning hech biri boshqa kitoblardagiga o'xshash so'zma-so'z tarjimasi bo'yicha o'z beti naql qilinmagan, balki o'zgacha yangi uslub bilan mazmun tarjimasi ishlatilgan. Tarixiy voqealiklarmi tarixiy tartibga agashtirilib emas, balki temaning taqozosiga uyg'unlashtirilib, yangi uslubda yig'inchoqlab bayon qilingan. Shunga keng o'qirmanlarning kitobdagi hadislarni mazmun tarjimasi bo'lish salohiyatidan oshirib, boshqacha salohiyatda tushunib olmasligini iltimos qilamiz. O'rdochi nasriy til bilan ajoyib ta'sirli yozib chiqilgan bu adabiy asarni Uyg'urchaga o'zlashtirib tarjima qilish uchun qalablashgan an'anaviy tarjima uslubini tashlab, azod tarjima usuli qo'llanildi. Muallif o'z kitobida kirish so'z qismida mundaq deydi: bizmi musulmonmi? Men bu savolni tarixiy maqolalarim uchun mavzu qilib tanlashdan ilgari u faqat menmi musulmonmi degandanla iborat ichki pig'onim edi. Chunki sahabi kiramlarning hayotiga oid materiallarni ko'rib, ularning asl fazilatlari aynigida o'z aksini ko'rishga intilgan har qanday chog'da bu savol go'yo nadomatli pig'onimning cho'qoniga aylanib, qalb ruhimni zilzilga solishga boshlaydi. Keyingi chaqda balkim jamiyatdagi yana boshqa nurg'un hadisangal musulmon qarindoshlarimmi bu tarixiy voqealarni o'qiganida mendan bakadek azobli pig'onlarni chekishi, ularning qalbidanmi hasrat nadomatning tavbikor cho'qonlari texmi shiddat bilan ko'tarilib chiqishi mumkin deganlarni o'ylab qoldim. Shunga bu pig'onliq nalamni o'zim bilan cheklab qo'ymasdan boshqa nurg'un hadisangal musulmon qarindoshlarim bilan o'rtoqlashqim keldi. Shunda qilib oxiri menmi musulmonmi degan savolning o'rnini bizmi musulmonmi degan mavzu egiladi. Allohga cheksiz shukrlar bo'lsinki, ardin bir qancha yil o'tmayla o'qirmanlarim menga maqolalarimdan naqadar cho'nqur ta'sirlanganligini bildirishdi. Sahabi kiramlar hayotining muqaddas aynaklarida o'z aksini selishtirib ko'rgan az bo'lmagan kitobxonlarning nadomat ichida qimmatli ko'z yoshlarini oqizib nola qilganligini, ularning qalbidanmi bizmi musulmonmi degan alamli cho'qonlarning ixtiyorsiz ko'tarilib ketganligini menga ma'lum qildi. Amdilikda o'qirmanlarimning ko'zlaridan taramlab oqqan ashu bebaho durdanlarning qimmati haqida zodi nima deyishimni bilolmay qolyotaman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shu vaqt to'xtalib, shahidning qanidan qolsalar Alloh taolo uchun eng suyimli narsa dal ko'z yoshi ekanligini aytgan. Aslida men nausta qalamkashlikim bilan qari ko'langulik gunohkorona amallarim sahobalarning muqaddas nuroniy hayotiga yepilgan parda bo'lib qolmasa bo'ladi deb nihoyat qo'rqqan edim. Ammo Allohga hisobsiz hamdlar bo'lsinki, amdilikda qalb, ko'zlarim shodlikdan yig'lamoqda. Chunki Alloh taolo qalb armonimni ishga oshirib, sahabi kiramlarning voqealigi bilan o'qirmanlarimning ta'sirli ko'z yoshlarini oxiratlikim uchun baxtiyorlikning vositasiga aylantirib bergan bo'lsa kerak.
Hörmətli qarindoshlar, kanalımızga a'zo bo'lib, texmi ko'p kishilarning foydalanishi uchun hambaharlashni unutmaysizlar va tunishtirishni xohlagan kitoblarni ostiga inkas shaklida qoldirib qo'ygaysizlar. Rahmat.